Respublikaga ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Xorazm filiali Orolbo'yi mintaqasidagi bemorlarning kasalliklarini davolash va erta aniqlash uchun xizmat qiladi. Markaz zamonaviy diagnostik jihozlar va tashxislar uchun mo'ljallangan zamonaviy tibbiy uskunalar va laboratoriya jihozlari bilan ta'minlangan. Zamonaviy yuqori texnologik, endourologik, laparoskopik va toshlarni lazer orqali davolash, prostata bezi adenomasini kesmasdan lazer orqali davolash operatsiyalari ham mavjud. Xorazm vohasidan juda ko'p buyuk insonlar o'tgan va bugungi kunda ham ularning davomchilari ko'p. Shu ajoyib vohada tug'ilgan Ro'zmat aka Shermetovni ming oylik kunlari bilan qutlayman. Domla serqirra inson ekan. Paxtachilik bilan shug'ullanganlar, tadbirkor, o'qituvchi, YouTube'da o'z kanaliga ega va san'atkorlarga muxlislik qilib hamisha ular davrasida hurmatli inson ekanlar. Domla jilvalanib turgan serqirra olmosga o'xshaydi. Ko'p sohalarni egallagan, har tomonlama rivojlangan. Allohdan so'raymizki, hayotda olmosday toblangan domlaga tan sog'liq, uzoq umr bersin. Domlani yana bir bora ming oylik kunlari bilan qutlaymiz. Kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan yoki nafaqadagi bemorlarni ushbu yo'nalishlarda amaliyotda davolash va ularni davlat tibbiy sug'urtasi orqali bepul ko'rikdan o'tkazish va davolash operatsiyalari ham mavjud. Bo'ldi. Hammasi yaxshi, endi yaxshi. Men bir gap aytaman, xodimlarimizda bir narsa bor ekan. O'z manfaatidan kasallar manfaatini ustun qo'yadi. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat. Amin. Hammaga omad. Sog'lom bo'lib, mehnatga sog'lom bo'lay. Faoliyat rostini ko'ring. Ilaymiz. Sizdan yaxshi bo'lib keting ata. Yoshlardan yubileylar borali. Aparamanmasin deb tashib. Nasib etsa. Xudo xolasa. Olamni saqlang do'stlar, odamni saqlang do'stlar, olamni saqlang do'stlar, odamni saqlang do'stlar, ona tilidan tushmas, olamni saqlang do'stlar. Ona tilidan tushmas, olamni saqlang do'stlar, osmonni saqlang do'stlar, insonni saqlang do'stlar, shunday zamonni saqlang do'stlar. Shunday zamonni saqlang do'stlar. Darkormas bu dunyoga qanotli darkormas urushlarni soldi qaynoqqa
qolsin, giyoh qolsin. Do'stlikda najot nazmi. Do'st qolsin, giyoh qolsin. Do'stlikda najot nazmi. Do'st qolsin, giyoh qolsin. Do'stlikda najot nazmi. نایاب و کمیابی جنت خاکی کرمدی مسلمانم asker soldat خاکی کرمدی olamda saklan dostlar odamni saqlang do'stlar beshikda go'dak ingrar onani saqlang do'stlar beshikda go'dak ingrar saklan do'stlar beshikda go'dak